99-yil chotki holatdagi Nexia 1 sotilyapti. Atigi 30 million yana kelishiladi. Do'stlar, oxirgacha ko'ringlar, yaxshi mashin. Shunaqa yaxshi mashinalar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Oxirgacha bitta ko'ringlar-da. Oldi, orqa 100% butun boy ustalarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Motor, ходовой коробка hammasi zo'r. Konditsioner bor, gidravlika bor do'stlar. Usilitir, alqara, boy ustalarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Yaxshi mashin. Balonlarni faqat almashtirib olasizlar, keyinchalik laboylari singan joylari bor. Bir ikkita mayda juda qirilgan joylari. Salonchasi yaxshi holatda, lekin lyuks 198 ming probeg ko'rsatyapti. Mafon, pafon, kolonka hamma narsa qo'yilgan. Propan gaz do'stlar, mashinamizga o'rnatilgan. Xullas, mashincha shtirchotki holatda turibdi. Radnoy motorda edi deyaptilar. Kecha shu yaqin kunlar ichida o'zlari motorchalarni qitdilar. Chotki holatda mashinamiz do'stlar. Minishga tayyor, albatta yaxshi mashin kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Chotki ekan, bosib olish kerak. Narxi yana kelishadi.